Bugun biz pecheni pishirishni ko'rib chiqamiz. Adashib ketdim. Veb-saytlar cookie ma'lumotlarini nima uchun ishlatishini ko'rib chiqamiz. Ba'zi bir veb-saytlarda shunday yozuvga ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak. Buni sizga sodda qilib tushuntiraman. Tasavvur qiling, siz zalga chiqasiz va har safar kirishdan oldin kartochkangizni administratorga ko'rsatasiz va u sizga ortiqcha savollar bermasdan kirgazib yuboradi, chunki sizning ma'lumotlaringiz administratorda bor. Webda esa bu jarayon cookies deyiladi. Veb-saytlar ham sizning ma'lumotlaringizni qayta ishlash uchun saqlab qo'yadi. Masalan, bu user ID, login status, til tanlovi bo'lishi mumkin. Shunday qilib, keyingi safar o'sha veb-saytga kirganingizda avtomatik o'zingizning profilingizga kirib ketasiz. JavaScript misolida esa ma'lumotlarni cookie'ga yozish uchun document.cookie va key value ko'rinishida saqlashimiz mumkin. Ma'lumotlarni o'qish uchun esa document.cookie ni o'zini yozishimiz kifoya. Brauzer keyingi requestlarda shu ma'lumotlarni serverga yuboradi. Cookie bu saytlarning eslab qolish mexanizmi. Shuning uchun har safar saytga kirganingizda login qilishga hojat qolmaydi.